Hürmetli vatandaşlar, leksiyalarımızı devamlaştırmaz. Jungo neft şirketi bilen Rusya tabii gaz kilişime yemirildi mi? Rusya rahmetsizlik bilen taşlip etildi mi? Mavzulu haber 6. ayının 23. gün Fenvitor betide ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Yakından beri Jungo neft şirketi Rusya'nın Sibirya küçüğü tabii gaz şirketi bilen turubiyat kızış söhbeti katmal haleti düşüp kaldı. Mutaxassislar mundaq ko'rsatdi. Jungo'nun Rusya tabii gaz bolğa ihtiyacını azaytqanligi buning bir sababi bo'lishi kerak. Söhbət yani nima uchun qatmal holatga tushib qoldi? O'tgan yil 7 oyda Sibirya küçüğü şirketi tabii gaz türü bo'yicha Jungo taraf echish va setishni birgavdlashtirish taklifini o'ttirib qo'yib, söhbət qatmal holatga tushib qoldi. Demak, Jungo'nun qo'ygan talebi hem tabii gazı echish, hem tabii gazı setish huquqiga erishish. Demak, bunun Rusya qo'shilmadi. Şuna Rusya bilan Jungo o'rtasidagi bu tabii gaz kelishimi g'arbiy liniyada qatmal söhbət qatmal holatga tushib qoldi. Bu qatim yuqorining bu turning jarayoni, ya'ni to'sqinlikqa uchirdi. Növbətli Jungo Rusya ikki taraf tabii gaz bilan ta'minlash bo'yicha birdak fikr hosil qila olmadik deb hisobladı. Bu tür Sibirya liniyasi deb ataladi. Sharq tarafda o'ng'ishliq bo'lib atgan liniyaga selishtirganda g'arb tarafga mansub bo'lgan Sibirya 2. liniyasi söhbeti izchil to'sqinlikqa uchrab keldi. Jungo g'arb tarafga turib yotqizishni to'xtatib qo'ydi. Xabarlarga qaraganda mundaq ahvol ostida Jungo neft şirketi bilan Rusya tabii gaz söhbeti ilgirlash kuchidan ayrilib qoldi. Rusya tabii gaz uchun aytganda diqqatga sazovor shartlar balkim Jungo bilan uzun muddatli to'xtam tuzishdan voz kechish. Baho belgilashdimi bozorni asosi bilan belgilash. Baho belgilagandimi bozor bahosi bilan birdak bo'lish. Növbətli Rusya neft şirketleri bir qism Yevropa xaridorlari bilan baho belgilash loyihasini o'zgartdi. Jumladan baho belgilash naqbal bahosini asos o'lcham qilib kelishim imzolash, to'shish va moliya tarafdan o'ylashganda Rusya bilan kelishim imzolashdan voz kechish balki eng yaxshi tanlash bo'lishi mumkin. Rusya Jungo'ga neft gaz eksport qilish iqtisodiy krizisdan qutulishning muhim yo'li deb qarab kelgan. Shunlashqa Rusya bu qatam unsiz, sadosiz chekinib chiqib ketmaydi. Yevropa Rossiyani jazolashni uzartgandan keyin Rusya o'zini kuchli ko'rsatishni umid qildi. Bu davlat tashqi dunyoga g'arb bozoridan ayrilib qolgan bo'lsaqmi, boshqa bozorlarda bu taraf tura olamiz deganni oshkorlashi kerak bo'ldi. Jiddiy xabar. Rusya Jungo hamkorligidan masala chiqdi. Rais Xi Jinpingning 7 oyda Rossiyani ziyorat qilishi qiyinga to'xtaydi. Mavzuli xabar 6 oyning 19 kuni Dovitor betida e'lon qilingan. Xabar mundaq boshlandi. Jungo'ning Rais Xi Jinping 7 oyning boshlarida Rossiyani ziyorat qilib, Prezident Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Lekin Rossiya bilan Jungo'ning ba'zi cho'ng turlardagi hamkorligi to'yoq yo'lga kirib qoldi. Bu ahvol 7 oyda Rossiyani ziyorat qiladigan Rais Xi Jinpingning ziyoratiga ko'langi tashladi. Amerika ovozi to'rbeti 6 oyning 18 kuni mundaq ko'rsatdi. G'arb bilan yomonlashgandan keyin Rossiya sharqqa yuzlanib, Jungo'ning tabii gaz bozori kirish tirishchanligini o'ngsizlikqa uchirdi. Ikki tarafning ikki turlik tabii gazga munosabatli suhbatimi qatmal holatga tushib qoldi. Tabii gaz masalasi ikki davlat rahbarlarining yuqori darajaliklar uchrashishida muhokama qilinishi mumkin. Navbat suhbatni ilgirlash yo'q, butunlay to'xtab qoldi.
Xabarda mındaq ko'rsatildi. Bozor tahlilchilari mındaq hisobladi. Jungoning tabiiy gaz bozorini ta'minlaydiganlar ko'p. O'rta Osiyodan boshqa Amerikadan suyuqlantirilgan gazni import qiladi. Jungo o'zima hadab tabiiy gaz boyligini echiyotdi. Shunlashqa Jungoning Rossiyadan tabiiy gaz elish miqdorini ko'paytirishni xohlamaganligidir. Shundaq bo'lib qolmay Jungo O'rta Osiyodan ko'plab tabiiy gaz elishni kechiktirdi. Masalan, Turkmanistondan boshlanib Şinjan orqali o'tadigan tabiiy gaz yo'l o'rinlashtirishi, bu o'rinlashtirishni 2 yil kechiktirdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Rais Xi Jinping 7-oyning boshlarida Rossiyani ziyorat qildi. Bu masala yana bir qatim muhokamaga qo'yilishi mumkin. Demak, bu xabarimizni ko'rib turibsizlar, vatandoshlar. Hozir Rossiya bilan Jungo o'rtasida tabiiy gaz kelishim bo'yicha, baho bo'yicha, masalan, Jungo echish, Jungo setish masalasi bo'yicha kelishimda qatmanliq ko'rildi. Qatmanliq ko'rildi, suhbatni ilgirlash bo'lmi deydi. To'xtab qoldi deydi. Bu endi Rossiya bilan Jungo o'rtasidagi boshqa munosabatlar, iqtisodiy sohada olqib chiqib, yana boshqa munosabatlarga ta'sir ko'rsatadi yo'q. Buning o'zi bir gap. Vaziyat yana qanday bo'ladi? Taraqqiyot yana qanday bo'ladi? Kelar qatimliq suhbatimizda vatandoshlar bilan uchrashamiz.